Aktrisa Sitora Farmonova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Shou biznes dunyosining yoritilgan sahnasi ortida qancha og'ir sinovlar, so'zlar, tanqidlar yashirilganini faqat uning ichida yurganlargina biladi. Kimdir obro' uchun, kimdir esa lavozim uchun, kimdir har kuni yangi mojarolar orqali o'zini reklama qiladi. Biroq Sitora Farmonova boshqa yo'lni tanladi. U mojarolardan emas, mehrdan quriyotgan oilasi bilan yuzlab san'atkorlarga o'rnak bo'la oldi. Bugungi kunda tasvirlarda Sitora turmush o'rtog'ining farzandlari bilan birga avtomobilda ilmiy yig'ilishga ketayotganday samimiy tabassum bilan erkin suhbatda. Bolajonlarning ko'zidagi nur, Sitora Farmonovaning xotirjamlik yuzi bu aktrisaning hayotidagi yangi bosqichni ko'rsatadi. Shunchaki video qilib olgan kadr emas, balki bu oilaviy muhabbatning aks sadosi. Mohiyat shundaki, ko'plab san'atkorlar boshqa oilaga kirganda, ayniqsa bolalar bor oilaga, ko'plab to'siqlar, muhokamalarga duch keladi. O'zbek mentaliteti ko'tara olmaydi deyishadi, biroq Sitora buni qo'rquv bilan emas, jasorat bilan qabul qildi. U bolalarni erimning farzandlari deb emas, balki mening hayotimning bir qismi deb qabul qildi. Bu aktrisa uchun rol emas, bu real hayot edi. Inson uchun kerak bo'lgan eng katta fazilat boshqalarning farzandiga o'z farzandidek munosabatda bo'lish, qabul qilish, ehtirom qilish, mehr berish. Sitora Farmonova shuni eplay oldi. Mahalla gapi, jurnalist so'zi, Instagram tanqidda uni to'xtatmadi. Hatto aksincha yanada kuchli qildi. Bizda jonli ijro, adasining kopiyasi bolajonlarim, deydi Sitora Farmonova. Bu hazil emas, bu muhabbatning ichidagi yengillik, bu oiladagi issiqlik. Va eng qizig'i, bola uni yomon ko'rib emas, o'zicha sukunatda emas, aksincha tabassum bilan, erkalik bilan, samimiy harakatda. Demak, qalblar mos kelgan muhabbat qabul qilingan. Bugungi kunda ko'plab san'atkorlar o'z farzandiga ham vaqt ajrata olmaydi. Ish, syomka, reklama, targ'ibot barchasi jon oladi. Sitora Farmonova esa turmush o'rtog'ining farzandlariga vaqt ajratyapti. Bu har kimning bahosi yetmaydigan ish. Chunki san'atkor uchun eng og'ir sinov sahnada emas, xonadonda, odamlar oldida emas, balki bolalar oldida. U o'zi uchun emas, oilasi uchun yashayapti. Mishmishlar, laklar, hasadlar barchasidan ustun bo'lib, san'atkordan ayolga aylanish agressiv dunyoda eng katta jasorat. Sitora Farmonova bugun aktrisa emas, balki ayol, ona va qadam-qadam yangi oila qurib borayotgan inson sifatida tanilmoqda. Hayotidagi bu sahifa mojarolar orqali emas, balki muhabbat orqali ochildi. Shou biznesda esa bu eng katta sensatsiya, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.